Ukalar 7-biletga chiqqan prizimizni ham chiqaryapmiz. Andijonga sog'lom aka. Biroz chiqarib yuboryapman. Jonim sog' bo'lsin. Mana aka ukalar. Jonim sog' bo'lsin. Qiziqqanlarga sotuvda. Ham berdik Andijonga. Aka mana cho'ja sog'lom chiqarib yuboryapman. Mana bunimizni ham tashladik-ku sotdik. Mana Toshkentga yetishib ketyapti. Xo'roz sog'lom aka. Chiqarib yuboryapman, joning sog' bo'lsin. Sog'lom. Ukalar bu Promo Koreyamiz sotilmaydi aka. Ukalar 3 ta o'ynab yutgan. Mana tozani ishqibozga mana. Aka ukalar bu parlari. Bunimiz sotilmaydi aka. Ukalar bular tuxumlari sotiladi. 4 kilo 800 da bu. Hozirgi holat. Mana krasavka. Yerkargani raketali to'ychori. Jo'mina. Mardovini ham tozasi aka. Ukalar Promo Koreya. 93lik 986 9955 bemalol aloqaga chiqib o'rasizlar. Tuxumlari bolalari sotiladi aka ukalar. Ana va cho'ja yetib keldi xudo xolasa. Chotki gap yo'q. Men o'ylaganimdan ham polvon aka. Krasavchik. Tanjoni sog' bo'lsin. Oh, pilotkalarni qarang. Gap yo'q o'g'il. Boshliq Tanjoni sog' bo'lsin. Ukalar nima deyapti buni? Tomosha qilib ham mazza qilinglar. Yaxshi pul bo'lsa beriladi aka ukalar. Hozirgi makiyonlar ukasi aka ukalar o'sha 7000 ta bolalaridan bular ham. Voy joning sog' bo'lsin, bilmayman bu 5,5 kilo bo'ladimi jonivor, o'ta polvon. Bu ko'zlarini ham tozaligini ko'ringlar aka ukalar, jonivordi. Ki oyoqlarini ham ko'raverasizlar aka ukalar. Fizionomiyasini ham tomosha qilinglar cho'jani. Yaxshi pul bo'lsa beriladi. Voy joning sog' bo'lsin, bo'yinlarni qarang, halitdan qalinligini. Voy joning sog' bo'lsin.